Xo'p, bizni YouTube tarmog'ida kuzatib boruvchi akalarimiz ularni tayyor qilamiz. Bir kilometr gazoblo'stan o'yimizni hozir Andijon viloyati Balxch tumaniga atilganmiz. Xudo xolasa, so'roqchi jarayonlar bo'lyapti bu yerlarda. Suvlarni ham isitib oldik. Qoliplarimizni terib yuvish arafasidamiz. Xudo xolasa hozir mana bitta qolip ekib chiqarib ishlatib topshiramiz akalarimizga. Mishalkamiz yarim kilolik yangi motorlar qo'yilgan. Sening so'rashlaring olib. Sizlar solmayapti. 120 kilo semen ketyapti bitta programimizga. Olib 120 kilo semen. Qumimiz 120 kilo. Zazorlar juda yaxshi holatda keltirilgan buni. Ana shunaqa gazavol ishlab chiqarishdan kimda kim kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda raqamli aloqa chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Tepasdagi betidagi kepilarni yo'qotib tashlash uchun sabirlashni tekshirib qo'yiladi. Shunda hamma tomoni standart bir xil ish chiqadi qolpimizda. Buni salafanda o'raymiz. Kanalda mehmon bo'lsalar, like bosib, kanalga obuna qo'shilishni unutmasin. Mehnatimizni qadrlagan bo'lsangiz, bundan keyingi yana yaxshiroq videolar chiqarib borishga harakat qilamiz. Holatlar ish chiqishini kutilyapti buni. 110 litrli suv bachilamiz montaj holatlari. Mana qoliplarimiz. Qo'yganimiz ikkita qolip, ikkita poddomamiz agasi bergan qo'shimcha. Nishalgalarimiz mana ko'rinishlari, reskalarimiz ham yaxshi reskani tayyorlab beryapmiz. Baquvvat qilib. Ikki dona qo'shimcha poddom qo'shib qo'ygan ekanmiz. Suv yo'ngichlarimiz ham ichiga pechkali qilib zakaz berishgan akalarimiz tagiga o't yoqiladigan qilib tayyorlab berganmiz bu akalarimiz. Ichlari yuvish ularni to'ldirib qo'yilgan. Sizdan like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni istasizlar.